Assalomu alaykum qadrdon podpischilar, yaxshimisizlar? Mana Ravshan Labo xizmatlarini yana boshladi ertalabdan. Sartepadan yukni oldik. Xudo xolasa mana bu yuklar. Bu 4-5 kilometrga boradi. Kimga shunaqa Labo xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana bu nomerga telefon qilsalaringiz, screenshot qilib olsalaringiz ham bo'ladi. Samarqand shahar va tumanlar bo'ylab eng asosiysi hamyonbop narxda yuklaringizni tashib beramiz. Like, kommentariy, podpiska и поделиться qilish esdan chiqmasin. Mana bu yuklarimiz ketadi. Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, mana navbatdagi klientimiz yuklarini olib keldik. Mana bu narsalar Sadikka remont bo'lyapti ekan. Labimiz har doim xizmatga tayyor. Akamiz yuklarini olib keldik. Pimulsa, kraska, praska shunaqa narsalar. Kimga agar shunaqa labo xizmatlari kerak bo'lsa, Samarqand shahar va tumanlar bo'ylab asosiysi hamyonbop narxlarda yuk tashish xizmatlari bor. Like, kommentariy, podpiska и поделиться qilib qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar. Mana shu nomerlarga telefon qilsalaringiz bo'ladi. Vaqtga olib